Toğraqning bayani. Abdori Gulnaz Abduqadir. Men qumda ungan, muhabbatdan törəlgən toğraqman. Sal meni qitalmas, bo'ron yiltizimni qo'mirolmas. Agar chiqsa bo'ron, barxanlar ko'si shu an, men chirmashqan ziminga kuy qapni to'sqan eshikman. Men yashayman bir navbat, ammo o'lib tirilaman ming marta. Yoshlikning yaproqi to'kilgan kuzda men yanada mavjud. Chunki yiltizim zimin ostida barxan, ruhlarim ko'milib yotar u yerda pinhon. Kelar shundaq bir kunlar, ehtimol to'g'raqmi yiqilar bir mahal, ammo yiltizi uning abadiy big' urar, kular hayot uningdan faqat. Odam umri u to'g'raqqa o'xshash, hayot va mamotga to'lib, ko'klar yoki so'lishar, qalar ulardan bir ruh, to'zonlar orasida ko'milmas iz bo'lib. Ruhimiz to'g'raqdek nida qilsin, yiqilmasin, bo'ronga asla bosh egmasin. Mikrofon oldida Ravshan Hamid.